Dada, bu dunyoga kelgan birinchi kundan beri menga hamroh, qo'llab-quvvatlovchi, suhbatdosh bo'lib kelayotgan davlatim, dadam. Bu gaplarimni yuzma ayta olmasligimni bilaman va balki shu maqsad bilan hozir tasvirga olyapman. Siz meni o'zingizdan ham yaxshiroq bo'lishimni istovchi bu dunyodagi yagona erkaksiz. Siz men uchun har doim g'urur, faxr, erkakcha jiddiylik va sabr so'zlari bilan bir qatorda kelasiz. Siz haqingizda so'rashsa, men shunaqangi faxrlanib gapirib beramanki, hatto o'zim shu darajaga yeta olmasmikanman deb ham o'ylayman. Dada, sizda hammasi bor. Erkak uchun muhim hamma jihat va bu jihatlarni men o'zimda ham ko'rishni juda ham istagan bo'lardim. Bergan tarbiyangiz sabab men shu yergacha va shu paytgacha kela oldim. Bergan ta'limingiz, bergan tarbiyangiz, menga sarflagan har bir so'mingiz, menga sarflagan har bir investitsiyangiz tufayli. O'zga yurtlarda mustaqillikda aynan inson o'zligini ochib beradi. Men o'zligimdan chiqib keta olmaganimga, o'zligimdan chiqmaganimga ham siz bergan o'sha tarbiya sababchi. Men tarbiyam uchun rahmat aytganlar nomidan va shaxsan sizga minnatdorchiligimni yetkazmoqchiman. Yoshligimda ko'p betob bo'lganman, shifoxonada men bilan bir palatada yotib menga qaraganingiz haqqini bu dunyoda ado qila olmasam kerak, dada. Quvvat bo'lsin deb olib bergan kaboblaringizni bergan mazani hech qaysi taomdan ola olmasam kerak, dada. Dada, siz men uchun namunasiz. Sizdek bo'lishim uchun ham qo'limdan kelgan hamma narsani, hamma ishni, hamma yumushni bajaraman. Hammasini qilaman. Harakat qilaman va qilyapman. Siz mendan va men sizdan faxrlanganimchalik faxrlanishingizni istagan bo'lardim, dada. Kun kelib davralarda, insonlar oldida, choyxonalarda men yutuqlarim, men erishgan hammasi bilan men hozir sizdan qanday faxrlansam, shunday faxrlanishingizni istagan bo'lardim, dada. Dadajon, men sizning o'g'lingiz ekanligimdan faxrlanaman. Ba'zan ishonchingizni oqlay olmagandirman, lekin men har doim harakatdaman. Har doim hammasini tashlab ketish vaqtiga yoki tashlab ketish kayfiyatida tursam ham siz va onam tufayli o'zimni qayta kuch topa olaman, dada. Shu kungacha hozirgi qanday bo'lsam, ko'rinishim, yutuqlarim, ilmim, bilimim hammasi bu siz qilgan investitsiya, bu sizning natijalaringiz. Men shunchaki meni nomimga olingan xolos. Gapirsam gapirardim. Gapiradigan gap ko'p. Sizdan faqat ishonch va duo qilishingizni so'rab qolaman, dada. Dada, bilaman, doim men uchun duolar qilasiz, menga ishonasiz. Menga mendan faxrlanishingizni aytganingizda qay darajada xursand bo'lganimni tasavvur ham qila olmaysiz, dada. Dada, men sizga va'da beraman, hali qo'limdan kelgan hamma ish, hamma harakatni qilaman. Siz istagandek o'g'il ko'rishga va'da beraman. Hayotimning har bir soniyasi, har bir daqiqasida, har bitta yutug'imda sizning ulushingiz juda katta, dada. Sizni yaxshi ko'raman, dada. Rahmat.